kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaranglar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar so'rasanglar Firdavsul a'loni so'ranglar deganlar. Amallarimiz shu eson-omon jannatdan bunday o'malab o'tib olsak o'zi katta gap, to'g'ri. Lekin Rasululloh bizga himmatimizni oliy bo'lishini istayaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga qarab, "Ey, Banu Isroildagi bitta kafir chaligan bo'lmaysizlarmi?" dedilar. Kim edi u kampir? Nimani orzu qilgan edi? Bir Arobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga ikrom ko'rsatib, "So'ra" dedilar. "So'ra hojatingni." Rasululloh, "Mingani bitta tuya bo'lsa, bir echki bo'lsa-ki, ayolim sog'ib bizga sutini bersa" deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu gapni aytdilar. "Ey, Banu Isroillik bitta kampir chaligan bo'lmaysizlarmi?" "Ya Rasululloh, kim edi o kampir? Nima qiladi o kampir?" Bu hadis sahih.